Nega o'zimni yoqtirmayman? O'zini qabul qila olmaslik bu salbiy holatdir. Bu ma'lum bir davrdagi psixodrammalardan yoki psixotravmadan qolgan asorat ham bo'lishi mumkin. Bolalikda haddan tashqari ko'p solishtirilgan bo'lsa yoki haddan tashqari a'lochilikni talab qilingan bo'lsa-yu, bola uni bajara olmagan bo'lsa yoki ketma-ket tanqidlar va bullingga uchragan holat bo'lsa, ayniqsa bu tashqi ko'rinish jismoniy holatdagi haddan tashqari vaznni ko'pligi yoki kamligidan bo'lsa, bo'y past, balandligidan, oq yoki qoraligidan, solishtirilgan, taqqoslangan, kamsitilgan holatlar bo'lsa, bora-bora inson o'zini qabul qila olmay qoladi. O'ta yuqori qo'yilgan standartlar ham, haddan tashqari boladaga berilgan kutuvlar oqlanmaganidan ham insonda shu holatlar o'rnashib qolishi mumkin. Bularni barchasi bilan mutaxassis yordamida ishlash mumkin. Eng muhim natija inson uchun o'zini boricha qabul qilish va o'zini eng yaxshi versiyasiga o'tishga bo'lgan harakatni davomiy ekanligini tushunish, anglash va bajarishdir. Har birimizda o'zimizga yoqmaydigan xarakter xususiyatlar bo'ladi va bu tabiiy. Har birimizda o'zimiz qabul qila olmaydigan odatlarimiz, temperamentimizning belgilari bo'ladi va bu tabiiy. Bizning vazifamiz ularni yomon ko'rib, qabul qila olmasdan nafratlanib yashash emas. Yo'q, biz borimizcha asosimizni qabul qilamiz. Xuddi mohir zargardek yoqmagan joyimizni tozalab, tekislab, naqshga aylantiramiz.